Bolangiz doimo telefon bilan bandmi? Telefonni qo'ying, unga to'p bering va natijani ko'rasiz. Hu va UNICEF tadqiqotlariga ko'ra 5-12 yoshdagi bolalar ekran oldida kuniga 2 soatdan ko'p o'tirishi diqqat va sog'lik muammolariga olib keladi. Faol jismoniy mashqlar yurak, qon tomir tizimi, mushak va koordinatsiyasini rivojlantiradi, miya faolligini oshiradi. Masalan, bir bola kuniga 30 daqiqa telefon o'rniga to'p bilan o'ynasa, bir necha hafta ichida diqqat darajasi oshadi, kayfiyati ko'tariladi, ijtimoiy ko'nikmalari esa yaxshilanadi. Skandinaviya va Kanadada bolalar bog'chalarida ball play mashqlari majburiy. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bolalarda motorik rivoji va diqqat oshishi 30-35% ni yaxshilaydi. Shunday ekan, telefonni kamaytirib, faol o'yinlar bilan almashtirish bu faqat qiziq o'yin emas, bolaning sog'lom rivojlanishi va miya faolligi demakdir. Sport mutaxassisi bilan birgalikda qaysi oddiy to'p mashqlari eng samarali ekanini bilib olamiz. Barchangizga assalomu alaykum aziz ota-onalar. Keling, bugun hammamiz juda yaxshi biladigan, ammo ko'pincha ko'z yumadigan bir masala haqida gaplashamiz. Uyda bola shovqin qilmayotgan bo'lsa, ko'pchiligimiz xotirjam dam olay, ishlarimni qilib olay deb o'ylaymiz va bu osoyishtalikning siri nimada? Albatta telefon. Bolalar qo'lida telefon bo'lsa, uy tinch. Bu holat har bir oilada bo'ladi, to'g'rimi? Ayniqsa kechqurun ish yoki uy yumushlaridan charchagan onalar uchun bu qulay ko'rinadi. Ammo shu qulaylik aslida bolaning sog'lig'iga, ruhiy rivojlanishiga zarar yetkazayotganini ko'p hollarda payqamaymiz. Tasavvur qiling, bola kun bo'yi telefon qarshisida o'tiradi. U yugurmaydi, harakat qilmaydi. Tana harakatsiz bo'lgani uchun qoni yaxshi aylanishi pasayadi. Ko'zlari charchaydi, bo'yi bukchayadi, kechqurun esa uxlamaydi. Ko'pchiligingiz buni boshdan kechirgan bo'lsangiz kerak. Bola uxlamayapti, injiqlik qilyapti deysiz. Aslida esa bu bolaning tanasida energiya to'plangan, lekin uni chiqarishga joy topolmayapti. Shuning uchun men sizga oddiy, lekin juda ham samarali tavsiya bermoqchiman. Telefon o'rniga bolangizga to'p bering. To'p bu oddiy o'yinchoq emas. Bu bolaning sog'lig'i, harakati, ijtimoiy rivojlanishi uchun katta imkoniyat. Masalan, hovlida birga to'p tepish bu bolaning oyoq mushaklarini, nafas olish tizimi va muvozanatini mustahkamlaydi. To'pni ushlab olish va uloqtirish bu qo'l harakatlarini, mayda va yirik motorikalarini rivojlantiradi. To'p bilan o'yin esa bolaning diqqatini jamlash, fikrlash, tez harakat qilish qobiliyatini oshiradi. Yana bir misol, ko'pchilik bolalar hozir yolg'iz o'ynaydi. Telefon esa ularni yanada yolg'iz qiladi. To'p bilan o'ynaganda esa bola siz bilan yoki boshqa bolalar bilan muloqotga kiradi. Bu esa ularning ijtimoiy ko'nikmalarini o'ziga ishonchini oshiradi. Bundan tashqari siz bola bilan birga o'ynasangiz, bu nafaqat jismoniy, balki ruhiy yaqinlikni ham kuchaytiradi. Bola onam meni tinglayapti, dadam meni ko'ryapti, ular men bilan o'ynayapti degan tuyg'u his qiladi. Bu telefon hech qachon bera olmaydigan narsa. Shuning uchun aziz ota-onalar, sizga shunday oddiy, lekin kuchli chaqiriq. Bugun kechqurun telefonni chetga qo'ying. Bolangizga keling, to'p o'ynaymiz deb ayting. Unga nafaqat o'yin, balki sog'lom bolalik sovg'a qiling. Unutmang, telefon faqat vaqtinchalik tinchlik beradi, lekin to'p sog'lom tanani, baxtli bolalikni va kuchli ota-ona munosabatini shakllantiradi.